UFC 328 tarixiy turniri o'z nihoyasiga yetdi. Markaziy jangda Hamzat Chimayev va Shon Strickland 5 raund haqiqiy urush namoyish etishdi. Dastlabki raundda Hamzat Chimayev parterga tortdi, lekin u yerda ustunlikka ega bo'la olmadi. U yog'iga esa sekin-asta Shon Strickland o'z taktikasiga bo'ysundirdi Hamzatni. Epizodlar bo'ldi Chimayevda, ayniqsa o'sha 4-raundda boksda ham ustun keldi, biroq Shon Strickland o'z hududida aniqroq harakat qildi. Bugun maza qildim Isroil Madrimov bilan birga, baribir professional. Hozirgina o'ziga ham aytdimki, Isroil, siz jarayonni o'qib turib, oldindan aytdingiz, kim qanday taktika qilyapti, qanday taktika qilishi kerak va rostdan ham bu narsa ringda o'z aksini topdi. Chunki mana ko'ryapmiz, Chimayev faol uryapti, lekin siz aniq aytib o'tdingiz. Bu yerda Chimayev boksi uncha yaxshi emas dedingiz. Rostdan ham bu narsa keyin raqamlarda o'z aksini topdi. Isroil, rahmat sizga birga sharhlab borganingiz uchun. Nima deydi? Yangicha qirramiz ochilyapti albatta siz bilan. Rahmat. Keyingi sharhlarda ham kutib qolamiz. Umumiy jangga xulosangizni aytib o'tsangiz. Yaxshi jang bo'ldi. Bu Chimayevga yangi qirra ochilishi uchun bir sabab bo'ldi desak ham bo'ladi. Bu mag'lubiyat emas, aytib o'tganimdek, bu tajriba. Demakki, Chimayev hozir boksda yana ham o'zini yana ishlash kerak bo'ladi, yaxshi ko'rsata oladi. Eng qizig'i mana ko'rib turibmiz, bu 5 raund. 5 raundning ichida 1 raunddagina xolos parterda harakat qildi. Qolgan raundlar qo'lda. Shu boisdan buni kutamiz Chimayevning. Ular o'rtasida revansh ham bo'lsa kerak, u yog'iga endi UFC qarorlarini kutamiz.